4,5 metrli joyimizga kuxna nomorni yasab berganmiz. 100% MDF material ishlatganmiz. Mebelimizning umumiy narxi 1200 dollarga tushyapti. Sizlar bilan bu navzoni ko'rib chiqamiz. Birinchi qismiga e'tibor berasiz. Akkuratniy polkalar qilib berganmiz. Ichki qismlariga, podsvetkalarga ham отдельно e'tibor berasiz. Mana bu yerda ko'tarib, o'chirib yoqsiz dostuplarni qilib berganmiz. Gazlarni ko'tarib, akkuratniy qilib, mexanizmlar har biri vakuum mexanizmda ishlaydi. Yuqori qismlarga ham e'tibor berganmiz. Vitishkalarni joylashtirib berganmiz. Ikkitadan polka, bu yoq qismida ham bittadan polka qilib berganmiz. Ichki qismlardan unumli foydalanish uchun mana bu ichkariga dostuplarni ham ochib berganmiz. Bemalol foydalansa bo'ladi. Pastki qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, kir moshinalari zazorlari bilan qo'yib berganmiz. Tortma mexanizmlar har biri vakuum mexanizmda ishlaydi. E'tibor berasiz, mo'yka, semistrlari shu summaning ichiga kirib ketadi. Xolodilniklarga ham e'tibor berasiz. Zazorlari bilan, teda paddonlari bilan chiroyli qilib ko'tarib berganmiz. Xo'p, qo'shimchasiga bu yog'iga antrusol qo'shib berganmiz. To'xtingda.